Qani qizlarjonlar, bismillahir-rahmanir-rahim deb bugun chevchel sho'rvani boshlaymiz. Bu uchun bizga piyoz, pomidor, bolgarskiy, kartoshka va обязательно sholg'om kerak bo'ladi. Sholg'om bilan bolgarskiyni faqat yarmini kesib olamiz. Bizga yarmi kerak bo'ladi. Mana kesib oldik. Yarmi bolgarskiy va sholg'om, qolganini olib qo'yamiz. Biz mana bunaqa chevchel ishlatamiz. Biz oilaviy mana shu chevchel yoqtiramiz. Bilmadim nimaga desa yaxshi chevchel, mazali chiqadi ovqat. Buni ishlatamiz. Birinchi chetga olib qo'yib turamiz. Birinchi navbatda qozonimiz tagini yoqib olamiz. Eski qozon qizlar ahamiyat bermaysizlar. Mana tagini yoqib oldik. Yog' qo'yamiz. Biz yerda yarim cho'mich va bitta piyozni shu o'rtacha qilib to'g'rab olamiz. Sig'ilamiz. Bitta qo'lda qilishni udobni qo'yib turaman. Mana aralashtiramiz. Zolotистый rangga kirguncha chiroyli qilib aralashtirib olamiz. Qovurib olamiz piyozimizni. Bolgarskiy, kartoshka, sholg'om, pomidor hammasi ketma-ketlikda to'g'raladi. Birinchi mana bolgarskiy sholg'om solamiz va pomidor solamiz. Pomidor qancha ko'p bo'lsa shuncha mazali qizlar. Mana piyozimiz kerakli rangga kirdi. Hammasini solamiz, kartoshka qo'yib turamiz. Bitta bolgarskiy, sholg'om va pomidor. Mana chiroyli qilib qovurib olamiz. Suvlar ajralguncha mana endi tuz solamiz, ta'bga ko'ra. Va kashnich solamiz, maydalangan manda. Qizil paprika solaman, mazali bo'lishi uchun. Обязательно yarim choy qoshiq solsangiz yetadi qizlar. Chiroyli qilib qovurib olamiz, tobiga yetkazib. Mana juda chiroyli qovurilyapti. Olov qaranglar, mana yarimda qilib pasaytirib olganman, baland emas, o'rta olovda. Kartoshkani ham to'g'rab chiroyli qilib solamiz. Yana bitta aralashtirib olamiz. Pripravalarni hammasini ta'mi bir-biriga o'tishi kerak. Manda mana bunaqa tomat, ittifoq emas, bu pomidordan o'zim qilganman. Qizlar xohlaganingizcha tomat solsanglar bo'ladi. Xohlasanglar o'zinglar qilib, xohlasanglar do'konnikini, bitta katta qo'shuvda tomat. Meniki zamorоженный, morosilkada yaxlatib qo'yganman. Ovqatga keraklicha bo'lib ishlataveraman. Mana qizlar chiroyli bo'lib qovurilyapti. Mani chashkam mana mo'ljallangan 1 litr. 1 litrda mo'ljallab solyapman suv. Birinchi suv bu. O'sha qizlar 1,5 litr soldim. Bu mana yarmi. 1,5 litr suv solamiz. Ovqatimiz miltillab chiroyli bo'lib qaynashi kerak. Qozonimga ahamiyat bermaysizlar. Mana chiroyli qilib tiylar bilan aralashtirib olamiz ovqatni. Ranglari ham mana chiroyli bo'ldi. Обязательно men lavroviy list solaman. Bu ham o'ziga yarasha mazza beradi va juda foydali. Gazimizni mana baland qilamiz. Bitta qaynab olish kerak qizlar. Qopqog'ini yopamiz tezroq qaynab olishi uchun. Mana qaynab chiqdi, xudo xolisa ovqatimizni tezini pasaytiramiz. Lavroviy listlari ham birgalikda qaynayapti, chiroyli bo'lib, hidlari вообще zo'r. Yana bitta aralashtirib olamiz. Mana mayda to'ralgan ichidagilari. Mana oilam shunaqasini yaxshi ko'rishadi, ayniqsa bolalarim. Mayda to'ralgan bo'lsa yeyishga udobna. Bu mana chevchel, xohlasanglar ta'bga ko'ra bauchka solsanglar bo'ladi, men solaman. Buni ham solaman, обязательно yarmini faqat. Mana chiroyli qaynayapti. Mana qaynab yotibdi, xudo xolisa. Endi bu yog'iga chevchel solsak bo'ladi. Mana chevchelimiz shu yerda tayyor. Kesib olamiz. Bitta qo'lda neudobna hozir mana. Solamiz yarmini. Bizlar mana yarmini solib oldim. Aralashtiramiz.